Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Bavariyaning goli to'g'ri hisoblandi. Var nima sababdan aralashmadi? Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finali doirasidagi Real Bavariya uchrashuvida mehmonlar tomonidan kiritilgan gol atrofidagi bahslarga nuqta qo'yildi. Takroriy lavhalar va mutaxassislar tahliliga ko'ra, top fransuz futbolchisining tirsagiga tekkan bo'lsa-da, bu vaziyatda qoida buzilmagan. Gol quyidagi sabablarga ko'ra to'g'ri hisoblandi. Top qolga tekkan vaqtda u tanaga yaqin va tabiiy holatda bo'lgan. Bunday vaziyatlarda hakamlar o'yinni davom ettirishni lozim topishadi. VAR tizimi bunday holatlarda faqat qo'l bilan o'ynash qasddan amalga oshirilgan yoki jazolanishi shart bo'lgan, qo'l tanadan uzoqlashgan vaziyatdagina hakam qarorini o'zgartirishi mumkin edi. Shunday qilib, hakamlarning qarori to'liq asosli deb topildi va Bavariyaning goli o'z kuchida qoldi. Uyda mag'lub bo'lgan Arbeloa kechagi uchrashuvdan so'ng nimalar dedi? Real bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa Bavariyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz hali o'yindamiz, bu aniq. Bizga faqat bitta gol yetishmaydi. Biz har qanday maydonda g'alaba qozonishga qodirmiz. 0-2 hisobida qaytish juda qiyin bo'lardi. Biz juda chuqur o'tirib qoldik, ayniqsa vingerlar. Bu bizning rejamiz emas edi. Bu raqibga juda katta nazorat berdi. Top bilan o'ynaganda bizda o'zini ko'rsatish, bosim ostida o'yinni o'z qo'liga olish uchun yetarli epizodlar yo'q edi. Men bu haqda o'yinchilarimga aytdim. Ularning pressingi juda agressiv. Biz ko'p gaplashdikki, xatolardan qochish kerak. Lekin ikkinchi golni o'tkazib yubordik va bu jiddiy zarba bo'ldi. Jamoa yaxshi javob qaytardi va xarakter ko'rsatdi. Biz ko'proq gol urishimiz mumkin edi va biz hali ham tirikmiz degan hissiyot qoldi. 1-2 hisobida ham biz juda katta xavfga bordik. Biz o'yinda qoldik, chunki Real har qanday maydonda g'alaba qozonishga qodir, dedi Arbeloa. Bavariya va Real o'rtasidagi javob o'yini 15-aprelda bo'lib o'tadi. Sizningcha Real Madrid comeback amalga oshira oladimi? Agar oshiradi desangiz, kommentariyaga hali Madrid deb yozib keting. Germaniya milliy jamoasi sobiq hujumchisi Italiya yana jahon chempionati final bosqichiga chiqa olmaganiga izoh berdi. Germaniya milliy jamoasi sobiq hujumchisi Jürgen Klinsmann Italiya milliy jamoasining qatorasiga 3-bor jahon chempionati final bosqichiga chiqa olmayotganini top klublar yosh futbolchilarga imkon bermayotgani bilan bo'gladi. Italiyada Lamine Yamal yoki Jamol Musiala singari yigitlarni tajriba orttirishi uchun seriyaga yuborishardi, dedi Klinsmann. Eslatib o'tamiz, Lamine Yamal 2023-yil aprel oyida La Ligada debyut qilgan. O'shanda Betisga qarshi bahsda maydonga tushgan Winger 15 yosh 290 kunlik edi. U Kataloniya klubi tarixida La Ligadagi eng yosh futbolchiga aylandi. 2023-yil avgust oyida 16 yosh 38 kunlik Yamal Cadizga qarshi bahsni asosiy tarkibda boshlab, 21-asrda La Liga doirasidagi bellashuvni asosiy tarkibda boshlagan eng yosh futbolchisiga aylandi. Manchester City Abduqodir Husanovga yangi shartnoma taklif qilmoqchi. Manchester City rahbariyati klubning eng samarali himoyachilari bo'yicha yakuniy qarorga keldi va ularni uzoq yillik muddatda jamoada saqlab qolish maqsadida yangi va yaxshilangan maosh shartlarini taklif qilishga qaror qildi. Hozirda shaharliklar asosiy e'tiborni jamoada yuqori ta'sirga ega bo'lgan ikki futbolchi, o'ng qanot himoyasida porlayotgan Mateusz Nunes va markaziy himoyada o'zini namoyish etayotgan Abduqodir Husanovga qaratmoqda. Ular bilan yangi va shartlari yanada qulaylashtirilgan shartnomalar tuzish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Mateusz Nunes bu mavsumda Manchester City'ning eng yaxshi va asosiy o'ng qanot himoyachilaridan biri sifatida o'zini ko'rsatdi. Portugaliyalik futbolchi asosiy vazifasini mustahkamlash bilan birga, bosh murabbiy Josep Guardiola qo'l ostida yangi pozitsiyaga ham to'liq moslashdi. Shu mavsumda u barcha musobaqalarda 30 dan ortiq o'yin o'tkazdi va klubdagi 100-o'yiniga yetganidan so'ng taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Nunes 2023-yil yozda Wolverhamptondan 53 million funtga Manchester City'ga ko'chib o'tgan va hozirga kelib jamoaning eng universal va ishonchli o'yinchilaridan biriga aylandi. Uning mukammal o'yini Kyle Walkerning o'rinbosarini qidirishni deyarli shart qilmay qo'ydi. Abduqodir Husanov esa klubga 2025-yil yanvarda qo'shilgandan so'ng Angliya Premyer Ligasidagi eng istiqbolli yosh himoyachilardan biri sifatida o'zini ko'rsatdi. Markaziy himoyadagi ishonchli harakatlari muxlis va mutaxassislarning e'tiborini tortdi va keng futbol jamoatchiligi tomonidan yuqori baholandi. Husanov Etihad stadionida muxlislarning sevimli futbolchisiga aylandi. Uning Real, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle kabi kuchli jamoalarga qarshi o'yini alohida e'tirof etilmoqda.
40 million yevroga shoshilinch transfer sifatida olib kelingan Husanov 15 oy ichida noma'lum futbolchidan jamoa yetakchisiga aylandi. Yangi qarorga ko'ra, Nuneshning Etihad bilan shartnomasi 2028-yil yozigacha, Husanovniki esa 2029-yil yarmigacha amal qiladi. Hozircha ularning shartnomasi tugash xavfi yo'q. Shu bilan birga, klub rahbariyati ularning maoshini oshirish orqali futbolchilarning ahamiyatini tan olish va kelajakda jamoa asosini ular atrofida qurish istagini ko'rsatmoqda. Bu harakatlar keng ko'lamli shartnoma ishlari doirasida amalga oshirilmoqda. Manchester City shuningdek yozda ketishi mumkin bo'lgan futbolchilarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shuning uchun asosiy va yuqori salohiyatli o'yinchilarni saqlab qolish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi shartnomalar orqali sport direktori Ugo Viana jamoa yetakchilarini mustahkamlab, klubning kelgusi mavsumlardagi asosiy qatlamini shakllantirishga intilayapti. Bu qarorlar Nunesh va Husanov uchun yuqori baho va e'tiborni, shu bilan birga Manchester Cityning ularga qaratayotgan ishonchini ko'rsatadi. Sizningcha Abduqodir Husanov va Mateo Nunesh Manchester Cityning bo'lajak yetakchilarimi? Fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.